Assalomu alaykum kuzatuvchilar, mana hovliga o'tdik. Mana shu yerda boshladik. Mayt qilyapmiz akalar. Qalinligi 6 santimetrcha yeyapti. Pishirayotganda akalar sal e'tibor beringlar. Iltimos, xalaqit. O'ta qalin ko'ryapsizlar, o'ta oshirib yuboryapsizlar akalar. Sal yuqoriroq suvaydigan darajada urib beringlar. Bilamiz, to'g'ri, shagirtlarning puli qimmat bo'lib ketdi, lekin sal yuqoriroq yeydigan qilib beringlar akalar, imkon qadar yuqoriroqcha. Moyetlar уже mancha yeyapti. Mana mon qaranglar ahvolda akalar, mon qaranglar ahvolda. 6 santimetr yeydi bu menimcha. 6 mikin 6 yeyapti. Qani metr bormi ko'rsatib beradi. 6 santimetr mijalqa bu yerga loy. Qalin joylar suvayapmiz. Qiyin endi. Jitcha e'tibor berib qo'yinglar, jitcha g'ishuratir akalar. Usta akalar. Sizlar so'kmaymiz, qo'ling sinsin, bunaqa qilib ursin demaymiz biz. Prosta jitcha e'tibor berib qo'yinglar demoqchiman. Chunki o'zimni dadam ham g'ish uradigan ustada, bo'lmasam men oshnam so'kinardi g'ish urganda. Mana qilib uraman, qo'ling singur. So'kma, dadam ham g'ish uradi plos deb so'kardim. Uni ham bolasi bor deb so'kardim, oshnam. Jitcha e'tibor qilib qo'yinglar akalar. Ammo yaxshi. Yomon emas, cho'tki akalar. Shunchalik bo'ladi, to'g'ri, lekin manaqa joylarni jitcha kirgizib qo'ysanglar, mana shu hech yuqqalashadi aka, mincha bo'ladi akalar. 2 santimetr yesa zo'rta yetadi suv. Zo'r chiqadi shunda.